8-marta nov sovg'a etsam ekan deb yuribmisiz? Zo'r sovg'a sizga. Ketaman. Nechik? Bahosini hozirda aytaman, 450 ming so'm dedilar. 8-mart kuni sovg'aga deb kelsangiz, Hazaras bozor oldidan kelsangiz 450 ming so'm olasiz. Bu yerda faqat minning baliqlar emas, boshqa chakki baliqlar bor. Videoni oxirlaridan ko'ring. Polning magazini o'zini sizga ko'rsatib beraman. Hazarasda shunday guldikon baliqini bilarmadingiz. Podarka yetami. Bahosini sizdan so'raymiz. Qarang, buning bizlarda har xil razmeri bor. Bahosi 50 ming so'mdan boshlab 350 ming so'mdan baraveradi. Keyin mana afzallik plus tarafi. Endi bu keçilar yomonlanma. Lekin mana siz uyda apparib qo'yadigan bo'lsangiz, yillar davomida hem xonani havosini tozalaydi, hem podarkatga odamni sizni istabiladi hamma vaqtida. 2-3 kunlik emas. Hem sovg'aga zo'r ekan-a? Tamam. To'g'ri, niye bir şey narsa? Asan buni bilasanmi? 8-martda meni oldimdan kelganlar skipka bahoda. Xudo xolasa, bemalol kelaverasizlar. Bizlar bayramdan narxlarni ko'taramiz. Hamma narsaga QR kod yopish turibdi. Bemalol shundan ko'rib asalab olaveradi. Sizni Instagramingizdan meni Instagramimga obuna bo'lib kelganlar yana tushib berasiz. Xudo xolasa. Magazinda yana nollar bor sizda. Bizlarda har xil podarka niye bir şey narsa qarab turganlar uchun akvariumlar bor. Undan keyin har xil yaxshi ko'rgan, sevgan insonlar uchun har xil mushuklar ham bor. Chik, mujik, archa qolaverdan topaveradi. Har xil qushlar ham bor undan keyin. Sizlarning bozordan ham to'skanlaringiz borda beshta. Bor, dehqon bozoriga kirishda chap qo'lda bor. Quyidagi raqamlarni ko'p qo'yamiz, telefon urasizlar, xolang telefon uring, xolang Instagramni o'zini yozing. Pishiklarimizni turlari ko'p, har xil turlari bor. Buni yatak turoqi deysizmi, oziq ovqati deysizmi, ovqatlari deysizmi, hammasidan bor. Chiroyliligini ko'ring buni. Siz istagan pishikni topib beraman deb turibdilar. Bizlarda hozir 4 ta pishik bor. 4 ham chiroyli ekan, 4si mana dumyapti. Bir-birisidan qo'shiladi. Ko'rganingizdek, assortiment ko'p. Bu yerda uylarimiz ham bor. Qushlarimizni uylari deysizmi? Keyin ivanda to'rt qushlarimiz ham bor. To'rt qushlarimizni doni, yatak turoq setkasi, hamma narsasi bor. Bemalol kelaverasizlar.